O'smir yoshdagi bolalarda nima uchun o'g'irlik qilishga moyillik kuchayadi? Buning juda ko'p sabablari bo'lishi mumkin, lekin eng muhimlarini sanab o'taman. Birinchidan, aynan o'smirlik davrida bola o'zining guruhi, do'stlari davrasida o'z o'rniga, ya'ni statusiga ega bo'lish maqsadida pul sarflashdan foydalanadi. Ikkinchi sababi, aynan o'smirlik davrida bola ota-onaning e'tiboriga, mehr-muhabbatiga ko'proq muhtoj bo'ladi. Mana shu ota-onani e'tiborini o'ziga qaratish maqsadida ham aynan mana shu salbiy o'g'irlik qilish yo'lidan foydalanadi. Uchinchisi, ota-ona farzandning o'smirlik yoshigacha bo'lgan tarbiya jarayonida qandaydir xatolikka, kamchilikka yo'l qo'ygan bo'lishi mumkin. Bolaga mumkin-mumkinmaslarni, halol-haromni to'g'ri tushuntirib, to'g'ri yetkazib bera olmagan bo'lishi mumkin. Buning sabablari juda ham ko'p, lekin hurmatli ota-onalar, o'g'irlik qilayotganda farzandingiz tarbiyasiga befarq bo'lmang. Buni oldini hoziroq olmasangiz, oqibati bundan-da og'irroq, salbiyroq bo'lishi mumkin.